Amir Avtosavdoda 2013-yil Cobalt mashinasi ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda 25%, 30% klassikalari bor. 379 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Birinchi pozitsiyasi bilan lekin mashina butunligi bilinib turibdi, chiroyli holatda turibdi. Ko'rsatib, o'zingiz uchun tekshirib olasizlar. Bir qator to'rtta yaxshi balon, yangida holatda. Salon qismini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Salonlari ham akkuratli, yaxshi holda qo'yilgan, aerokordan qo'yilib tashalgan. Mexanika birinchi pozitsiya, tamperi apshiklarda ham yaxshi holatda urinib qolmagan. Mashinani tashqi ko'rinishida qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Juda chiroyli holatda, sterling mashina ekan. Metan gazda ustunovka bo'lgan. Motor, korobka, hadoylari ham yaxshi ekan. O'zim ham minib ko'rdim. Sizlar ham bir qator o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olasizlar mashinani bemalol. Bu 2013-yil birinchi pozitsiya Cobalt mashinamizda egalar bilan narxini tortishib $6050 ga tushirib qo'ydi. Egalarning nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin.